Assalomu alaykum, sizlar bilan omadli Hero kanalida 7.700.000 so'mdan bosib scratch kartamiz hozir katta o'yin qilamiz. Biling. Yaxshi emas. To'liq bo'lsa yana qo'shimcha 15 yo'q ekan. Qo'shimchani 6 kasini bo'lar edi. Agar to'liq bo'lsa bilanganlarimiz o'sha paytda to'liq bo'lganda 9 ta ya'ni. 30 sent kerak edingda lekin shu yerga. 6 15 mana bo'ldi. Bo'ldi. 30 15 20 farqi yo'q. Bu yerda asosiysi jigariga tekkizdik va Adis o'ynab ko'raylikchi. Keyin Adisidan keyin boshqa o'yin kiramiz. Junior so'mdan bosamiz 2 pushni. Bir de tepaga. Oy tushdi. Yashlam tushib bersa bo'm. Tugardi. 36 million so'm. Emas, 700 dan oshirib olamiz hozir. Adisidan chiqamiz. 700 dan oshirib. Yo'q, buni istamas ekan. Keyingisidan. Buni istamasmi? O'nta negr bolasi degan kitobni kim o'qigan? Yoki kinosini ko'rgan? Yaxshi asar, yaxshi kino, lekin oxiri sal tushunarsizroq tugaydi ekan. Bu kitobini o'qiyotgandim, sabrim chidamadi lekin 7-chi bobiga keldim. 7-chi anaqasiga bo'limiga kelgandim. Keyin telefondan o'qiyotgandim. Sabrim chidamay kinosini ko'rib yubordim-da. Mana o'sha birinchi kitobini o'qib turib, keyin kinosini ko'rishga to'liq o'qib turib sabr chidamadi. Zo'r yozilgan kitob. Lekin bilmadim. Kinoda sal tushunarsizroq tugagan ekan oxiri. Men tushunmadim yoki bilmadim. Meni aqlim yetmadi desam bo'ladi bo'lsa. Chunki dunyo darajasidagi odam yozgan edi. Biror narsa kam bo'lgan bo'lishi mumkin emas. Men tushunmagan bo'lishim mumkin, lekin tushunganlar bo'lsa oxirida o'zini qiz osib qo'yish tushunmadim shu yerga nimaga osib qo'yganiga. Lekin zo'r. Eksportlik qilgan internetimiz. Ko'kimiz o'ynayotgandi. Ko'kni oldik va ko'kdan keyin eksport yana internet. 700 dan oshira olmayapsizmi bular? Nimadir? Shunisidan oshmasa, eksportlik qilyapti aytisi.
Yarışga kirib bosmaymizmi ya? Shu 600 da chiqamiz bo'lmasam. Agar jackpot chiqib qolmasa hozir, jackpot chiqib qolmasa 600 da chiqamiz ekan. Afsuslar bo'lsinki. Jackpot tushamiz deb 700 yap chiqamiz deb 600 yap. Mayli, foydadamiz asosiysi. 128 48 30 76 surdik.